Ramazan yazmaları 4. bab Kur'an eyi Ramazan 4. bölüm Kur'an ve Ramazan 2. Kur'an'da Ramazan eyi hakkında toxtalgan Baqara suresi 185. ayeti yana bir-biriga zich münasibetlik bolgan moyum amillarni bayon qiladi. Bununla asasen 1. Ramazanның səbəbi Qur'an. 2. Qur'anның səbəbi hidayət. Yəni, rəhbərlik bütün insanlara yetəkçi buluş. 3. Hidayətnin səbəbi bəyinat və furqan. Hidayət fəqət bular arqılıq əməlgə aşıdı. Bəyinat haqiqatni yoqlagan, nazariyani isbotlashga yetarlik ro'shan dalillar ma'nisini bildirdi. Furqan haqni botildan, to'g'rini xatodan, adolatni zulmdan, yaxshini yomondan ayirish qobiliyati va aloydiligi degan ma'nini bildirdi. Qur'onning yetakchiligi faqat bayinat va furqan orqali amaliylashidir. Bularning birinchisi bo'lgan bayinat Qur'onning o'zida bo'lgan va xitob qilinguchiga sungan. Ikkinchisi bo'lgan furqan xitob qilinguchida barpo qilgan bir aloyidilik va qobiliyat. Faqat Qur'on shakllantirgan bir tasavvur va aql ko'zi bo'lgandala bayinat dalolat qilgan haqiqatni o'z joyida va to'g'ri shaklda ko'rgili hamda tushungili bo'ladi. Buning birinchi sharti Qur'onga tarbiyalaguchi bir ustoz sifatida muomala qilish. Afsus, reallikda buning dal aksicha bo'layotidi. Qur'onga bir shay'i sifatida muomala qilinmoqda. Vahiy mundaq 3 bosqich bilan tarbiyalaguchi bir ustoz bo'lishdan muqaddas narsaga aylanib qolgan. Birinchi bosqich labz, ma'no va maqsaddan tarkib topgan vahiyning eng muhim tarbi bo'lgan maqsad qismi. Nazardan saqit qilinib, vahiy labz va ma'noga mahkum qilib qo'yilgan. Halbuki labz va ma'noning sababi maqsad edi. Maqsad chetga qiqilganlikdan ilohiy vahiyda murod qilingan maqsadni tushunish qiyinlashdi. Faqat labz va ma'niga tayanib turib tushunish tirishchanliklari bir turkum tushuncha masalalarini keltirib chiqardi. Maqsadi nazardan saqit qilingan vahiyning tarbiyalaguchi ustoz bo'lishdan xoli qilinishi tabiiy bir natija edi. Chunki tarbiyalash vahiyning maqsadi bilan bevosita munosabatlik edi. Ikkinchi bosqich labz va ma'niga mahkum qilingan vahiyni tushunish harakati. Bu qatim vahiyni ikkinchi putidan, ya'ni ma'nidan ayirib tashlab, faqat labzga markazlashtirib qo'ydi. Bu yuqorida ko'rsatilgan jarayonning tabiiy natijasi edi. Bu natija ma'noning o'zini yeshib berishga to'salg'i bo'ldi. Shuning bilan vahiyning xitob qilinguchilari vahiy bilan dialog qurish, uni ideologiyalik bir tasavvur bilan o'qishning o'rniga uni faqat tilovat qilish bilan kifoyalandi. Bu aslida ma'noning yo'qligidan shakllangan bo'shliqni labz bilan to'ldirish edi. 3. bosqich vahiy faqat labzga mahkum qilinganlikdan Qur'onni faqat mushaf, ya'ni kitob holiga tushirib qo'yildi. Vahiy endi tarbiyalaguchi ustoz emas edi. Chunki u xitob qilinguchilarni emas, xitob qilinguchilar uni ulug'lashtiryotdi. Halbuki vahiy aslida ulug' edi va uning insonlar tarafidan ulug'lanishiga emas, tushunishiga
va hayotiga tatbiqlashiga ehtiyoji bor edi. Vahiyni shayga aylantirib qo'ygan xitob qilinuvchilari uni shayga aylantirib qo'yishning badalini ulug'lash orqali to'lash yo'liga qarab mangdi. Bu xuddi vahiyning eg'izini maylashdek bir ish edi. U әмді xitob qilinuvchilarning hayotidan bir narsalarni yo'qotib, yangidan bir narsalarni barpo qilmaydi. Xitob qilinuvchilarmo vahiyni kuchining yetishicha egiz joyga elib qo'yadi. Shuni eskartib qo'yish zarurki, keyingi mezgillardagi Qur'on o'qish va tushunish tirishchanliklari afsuski yuqorida bayon qilingan jarayonni ta'tirsiga o'riyolmadi. Hatto zamonaviy shakli maydonga keldi. Chunki bu tirishchanliklarning ulida vahiy tarbiyalaguchi bo'lishidan ziyoda Qur'on madaniyatiga ega bo'lish, o'zining ma'lum sohadagi bilimini oshirish, mengisini va zehnini ishiltish orzusi yer olmoqda edi. Natijada zamonaviy tasavvur bilan klassik tasavvur o'xshash nuqtada, ya'ni vahiyni shayga aylantirib qo'yish nuqtasida uchrashgan edi. Bu jarayonda vahiyning yo'linishi 180 gradus o'zgarib ketgan edi. Aslida tarbiyalikchi bo'lgan vahiy arshdan yer yuziga tushgan xitob edi. Keyin shayga aylantirib qo'yilgan vahiy tövendan yuqori ruh ilib mangan bir uchar gilamga aylantirib qo'yildi. Qur'on tushanchisida maydonga kelgan bu tarixiy burilish qisqasi tövendikidek shaklda maydonga keldi. Ma'no hayotning ichida qezib chiqarilmaganlikdan taqlid qilinishga boshlandi. Shuning bilan taqlid tarbiyalaguchi aloyidlikni yo'qotib qo'yishga boshladi. Bu nuqtadan boshlab taqlid qilg'uvchilarni kimligiga qarab ikkiga ayirish kerak. Birinchi, hisni jismga, shayga aylantirish. Ikkinchi, aqlni jismga, shayga aylantirish. Hisni jismga, ya'ni shayga aylantirish hammamizga ma'lum. Ma'no bo'lmagandikin majburiy holda shakl ulug'lashtirildi. G'oyivlashgan shakl aqlga muvofiq bo'lishdan halqib xoslikqa aylanadi. Xoslikqa aylangan muqaddas bir shakl tushungili bo'lmaydigan shaklga bayon qilinadi va uni yashash, hayotga tatbiqlash mumkin bo'lmaydigan holga keladi. Aqlni jismga, shayga aylantirish bizga ma'lum bo'lgandan ziyoda bizning naslimizda tajriba qilingan bir tushuncha turi bo'lib, xoslikqa zid emas. Chunki u aqlga muvofiq emas. Aksicha, aqlchi bo'lib, hammani aqlga bo'ysundirishga uringan. Bu hisni jismga, shayga aylantirishning dal ta'tiri bo'lib, benormallikning yana bir qutubi edi. Asli ojizligi vahiyni kishini tarbiyalaguchi ustozga aylantira olmaslik. Chunki uning tushuncha shakli xuddi hisni jismga, shayga aylantirishdek xato bo'lib, bu tushunchaning xatoligi vahiyni shayga aylantirib qo'yish edi. Orasida faqat bir farq bor bo'lib, ya'ni hissiy emas, aqlchi bo'lish edi. Vahiyni jismga aylantirib qo'yish hikoyasi yo'lovchining yetakchisiz qilish hikoyasi bo'lib, bu hikoya bir yozma bilan tushuntirgili bo'lmaydigan uzun hikoya.